Xalqimizda shunday gap bor. Mard bir kunda o'ladi, qo'rqoq esa har kuni. Bu hayot bizga bir marta beriladi. Uning ikkinchi nusxasi, ikkinchi poyi yo'q. Shunday ekan, bu hayot qo'rqib yashash uchun arzimaydi. Kel, haqiqatga tik boqishdan qo'rqma, o'z so'zingni aytishdan qo'rqma. Qo'rqmay o'z oldingga katta orzular va maqsadlar qo'y. Biz sizga eng yaxshi kitoblarni tavsiya qilamiz. Bugun e'tiborimiz markazida Javlon Javliyevning Qo'rqma romani. Bundan 100 yil ilgari, ya'ni 1922-1923 yillarda Berlin ko'chalarida yuzlab, minglab odamlar orasida portfel ko'targan o'zbek talabalarni ham uchratish mumkin edi. Ular orasida sochini ikkiga o'rib olgan, go'zal, hali 16-17 yoshga ham kirib ulgurmagan qizlar ham bor edi. Lekin orzu umidlari bir olam bu yigit qizlarni kun kelib o'z vatanida muqarrar o'lim kutib turardi. Ular esa buni hayollariga ham keltirishmasdi. Javlon Javliyevning Qo'rqma romanining asosiy qahramonlari o'sha bundan 100 yil ilgari ilk bor Germaniyaga yuborilgan 70 nafar o'zbek talabalaridir. Romanda bugungi kun yoshlariga ham alohida urg'u berilgan. 19-asrda Rossiya Turkistonni bosib oladi. Shundoq ham abgor bo'lgan xalq battar holga tushadi. Mamlakatning bor boyligi talanadi. Eng muhimi, g'ururi, sha'ni va e'tiqodiga qaqshatqich zarbalar beriladi. Yozuvchi Javlon Javliyev romanda bunga alohida urg'u beradi va fojialarning sababini yerli xalqning birikmasligida, ilmsizligida va bosqinchilarning noinsoniy siyosatida deb ifodalaydi. Millatparvar jadidlar hurriyatga boshqa yo'l bilan erishishni niyat qiladilar. Ular ilmga chanqoq yigit qizlarni xorij davlatlariga o'qishga yuborishni boshlaydilar. Yuborilgan Turkiston bolalari o'z vatanida olgan ma'lumotlariga qarab, Germaniyaning Berlin, Heidelberg, Darmstadt kabi shaharlaridagi nufuzli oliy o'quv yurtlariga yoki tayyorlov kurslariga joylashadi. Romanni o'qir ekansiz, 100 yil oldingi Germaniyaga tushib qolgandek his etasiz. Talabalar Germaniyada yuqori darajada ta'lim oladilar. Ketganlarida o'z tilidan boshqa xorijiy tilni bilmagan yoshlar ham ko'p bo'lib, ular vatanga qaytayotganlarida kamida 3 dan ortiq tilni bilar va nemis tilida ilmiy tadqiqot olib borishga qodir yuqori malakali mutaxassislarga aylanishgandi. Ularning barchasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan ta'lim-tarbiyaning mahsuli ekanligini anglaydilar. Ular endi Turkiston hukumatiga xat yo'llab, endi bizga 70 ta emas, balki 70 mingta talaba kerak deya hayqiradilar. Nima deb o'ylaysiz? O'sha talabalar tirik qolib, bugun vatanimiz ravnaqi uchun hissa qo'shganlarida xalqimiz bugun boshqacha sharoitlarda yashagan bo'larmi edi? Romanda Berlinda o'qiyotgan talabalarning hayratlari va taassurotlari, sevgi muhabbati, rus ayg'oqchilari solgan nizolar mahorat bilan tasvirlangan. 1925-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti rektori Meyerson talabalarni qaytarish uchun topshiriq bilan Berlinga boradi. Ammo maqsadiga yeta olmaydi. U talabalarning jiddiy qarshiligiga uchraydi. Ular ta'minotdan uziladi, ko'mak yopiladi. Ammo yoshlar o'qishni, kurashishni davom ettirishadi. Germaniyaga talaba jo'natish u yoqda tursin, hukumat u yerdagi talabalarni ham yo'q qilish payiga tushadi. O'z yurtiga ta'tilga kelgan talabalar ortga qaytarilmaydi. Talabalar shuni tushunib yetadiki, Germaniyaga ortiq yo'l yo'q. Ko'p tahdidlarga qaramay, shu millat uchun o'qigan, mehr-muhabbati va ko'magi uchun shu xalqdan o'zini qarzdor bilgan talabalar birin-ketin ortga qayta boshlaydilar. Ular vatan rivoji uchun ham ishlab chiqarishda, ham oliy o'quv yurtlarida xizmat qila boshlaydilar. Germaniya ta'limini shu yerda yaratamiz degan oliy maqsad bilan harakat qiladilar. Ammo 1929-yilga kelib, ularning ayrimlari hibsga olinadi. Qolganlari ortidan odam yo'llanadi va oradan 9 yil o'tib, ortga qaytgan barcha talabalar otib tashlanadi. Javlon Javliyevning Qo'rqma asarida o'z vatanida muqarrar o'lim kutayotganini bila turib, ortga qaytgan bu talabalar haqida o'qir ekansiz, hayot yo'llaringizda uchrashi mumkin bo'lgan bu qiyinchiliklar sizni aslo qo'rqitmaydi. Qo'rqmang, axir jufti bilan berilmaydi bu hayot. Bu hayotimizga bizni ilm, ma'rifatli yoshlar kerak. Biz hozirgi yoshlarimiz orasida ham yangi jadidlarning ko'payishini istaymiz.